Biznes hamda oila balansini saqlash oson emas, ayniqsa ayol tadbirkorlar uchun. Lekin buni iloji bor. Shaxsan bu masalada o'zimning 3 ta asosiy qoidam bor. Birinchisi, vaqtni rejalashtiring. Ish va oilani ajratib, har bittasiga alohida vaqt ajrating. Rejaga amal qilish albatta sizni stressdan saqlaydi. Ikkinchisi, ishlarni delegatsiya qilishni o'rganing. Hamma ishni o'zingiz qilishingiz noto'g'ri. Ishni jamoaga hamda uy ishlarida oilaga suyanish kerak. Bu esa balansni to'g'ri saqlashning asosiy kalitidir. Uchinchisi, o'z vaqtingizga e'tibor bering. Sizning quvvat hamda kayfiyatingiz biznes hamda oila uchun muhimdir. O'zingizni parvarish qilishga hamda dam olishga vaqt ajrating. Shu 3 ta qoidaga amal qilganingizda biznesni ham, oilani ham balansini to'g'ri saqlashingiz mumkin. Ushbu videoni ayol tadbirkorlarga yuborib qo'yamiz.